Sağoluşlar, yaxşımısızlar. Bugün sözləb ötməkçi boğunumuz. Şu loop'ның içində bəkərək işlətilən iki söz birisi break bilan continue'ni sözləməkçi. Break degan adətdə toxtutish degan ma'noda tushunsak bo'ldi. Break degan şu Java kodda masalan bir for loop'ni yoki while loop'ning ichiga break'ni yazsaq, shu joyda to'xtab qoldi. Bu loop oxirlashildi deb tushunsak bo'ldi. Masalan, biz hozir bir loop yozib boqaylik. Bir for loop yazsaq, bu for loop 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlarni bizga print qilib chiqarib bergan bir xil bir loop deb turaylik. Hozir buni mouse bosaq, 0dan 9 gacha bo'lgan sonlarni bizga şeyga print qilib chiqarib berdi. Lekin agarda men mush 4 degan yerga to'xtab qolay deb demoqchi bo'lsak, bu yerga cho'qim break'ni qo'shishimiz kerak. Masalan, bu yerga bir condition yozib, agarchanda if I 4 ga teng bo'lsa break deb yozib qo'ysak, o vaqtda I mush 4 ga kelib to'xtab qoldi. 4, 1, 2, 3 tam chiqdi. 4 dan boshlab oxirisi chiqmaydi degan gap. Bunu mouse bosaq. Mana 0, 1, 2, 3 oxirisidan to'xtab qoldi. So'ng break degan qanday ishlatiladi deyapti. Masalan, bir loop'ning ichida butunlay oxirisini ko'rsatmay biroqlam to'xtatmoqchi bo'lsak, break'ni ishlatamiz. Hamda continue o'zgartib qolsak qanday bo'ladi deyapti. Continue ishlatib qolsak, shu bir qatimliq loop'ninki oxirgi narsalarni ignore qildi. Ya'ni qanday degan gap, agar biz ma'ni 4 deganni continue deb yozib qo'ysak, 4 ga kelgan vaqtida mavi qordagi kod ijro bo'lmaydi. Lekin butun loop to'xtab qolmaydi. Bu yana 5 dan boshlab 6 ga, 7 ga, 8 ga yana loop qilaverdi degan gap. Faqat 4 ga kelgan vaqtida aslidagi kodni ignore qildi deb tushunsak bo'ladi. Continue degan gap shu current loop'dagi 4 degan shu loop'dagi oxirdagi kodni biroq ijro qilmaydi, lekin 5 dan boshlab 6 dan boshlab qolgan oxirdagi kodlarga ta'sir etmay yana ijro bo'lib mengayverdi degan gap. Agar break bo'lib qolsa, 4 ga kelib to'xtab qoldi, 5, 6, 7, 8 mo ijro bo'lmaydi. Lekin continue desak, faqat 4 lam ijro bo'lmaydi, 5, 6, 7, 8 lar yana ijro bo'ldi degan gap. Masalan, buni mouse bosaq, 0, 1, 2, 3, lekin 4 ga kelgan ijro bo'lmadi, 5, 6, 7, 8, 9 hammasi yana ep menga verdi degan gap.